Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 1-aprel kuni video syomka qilyapman. Mana yangi mijozlarimizga, hamkorlarimiz nasib bo'lsa ishni birga boshlaymiz. Bular bilan ham bug'da chuvalchang biyogimiz o'zimizda tugasa yordam beramiz sotishlariga ham. Mana ukamiz, ismingiz-ku? Bobur. Mana ukamiz Sarasiyadan. Nasib bo'lsa birga ish boshlaymiz. Hozir mana ortish jarayonlarini video qildim. Hozir yerinmasam birdan olib borib joylashtirib, hozir 2 kvadrat berdik. Mana 6 karobka. Yerinmasam bor joylashtirishlarini ham video syomka qilaman. Mana kashkalarni ham videosini chiqardim. Kashka ham chiqib qoldi. O't bosib ketdi lekin. Xaltaga ekkan kashkalarimni ham video syomka qildim. Oxirigacha videosini chiqarib boraman deb va'da qilganim uchun mana buni ham video qilyapman. Bu kashkani kesib birdan eksa bo'lmaydi ekan. Bunday kraxmali quriguncha quritib keyin ekish kerak ekan. Biz bitta xato qildik. Kashkani kesib birdan ekib tayladik. Ana shuning uchun yeridi, chala chiqdi. Mana bitta xaltadan bitta ko'kargan. Qolgan 3 tasi irib ketgan. Sinash uchun ekuvdim. Mana kommentariyaga yozganlar bor. Shuni qayta o'z jarayonlarini video qilib boring deb iltimos qiluvdi. Mana video qilyapman. Mana bir xil endi chiqyapti. Shu kesgandan birdan ekmash kerak ekan. Buni xilori nimasini suvini quritib keyin ekish kerak ekan. Mana kachkalarimiz yaxshi chiqib qolgan. Mana shu birga ekilgan emas, lekin bu to ko'pchilik kesgan, bu yerga ancha turdi, keyin ko'mguncha mana ekilgan. Yerda shamollagan, shuni qurgan uchun tomoqqa ekkanimiz yaxshi chiqqan. Bu xaltadagiga o'zimizda aybimiz bilan bo'ldi. Uni adashdi. Birdan ekmash kerak ekan. Sizlar ham shu xatoni takrorlamangizlar. Mana kesgandan keyin sal quritib ekish kerak ekan. Pastda bu agarotga ekkanimiz yaxshi chiqib qoldi. Bu o't bosdi sal. O'tini yana endi qirmachoq qilib kultursa qilib aga to'ptaylaymiz nasib bo'lsa. Mana hozir yuklaymiz. Da, yuklaringlar. Bo'ldi. Yuklash jarayonlari. Kimga biyogimiz, chuvalchang kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilasizlar. Biyogimiz, chuvalchangda yetkazib beramiz nasib bo'lsa. Mana bu yerda biyogimizlarimiz ham bir tonnacha qoldi. Hali ichkarida rasnoy bor, uni ham xaltalab qo'yamiz nasib bo'lsa. Bu yerda 2 tonna chiqarib qo'ydik, 1 tonnalari qoldi. Ichkarida rasnoy qilib bosganmiz. Shuning bilan qisqacha videomni yakunlayman. Videoda xato va kamchilik bo'lsa, mana shu yerlarga gulam ekdik. Biyogimiz yarim to'proq, yarim nima qilib biyogimizga ekdik, bilmayman endi mana o'zi so'lib boshladi. Mana so'qish kerak. Mana girdiga ham ekuvdim. Bular ham yaxshi chiqib qolgan. Podpisatsiya bo'lib like bosishlaringizni iltimos qilaman bu kanalda rivoj uchun. Shuning bilan qisqacha videomni yakunlayman. Xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Keyingi videolarda uchrashguncha deb qolaman.